Proyektimiz mana ishlab turibdi. Bugun birinchi sizlar bilan o'rganadigan narsamiz rasm qo'yish Reactda. Xo'p, o'shani o'rganamiz. Rasm tanlayman. Xo'p. Birinchi rasm. Ikkinchi rasm. Uchta rasm tanlab oldim. Xo'p, uchta rasm tanlab oldim. Endi bu uchala rasmni qaranglar. Assets degan papka bor, shu papkani birinchi o'chirib turaman. O'chiraman, noldan tushuntiraman. Mana misol uchun rasm ana qilishimiz uchun nima desam bo'ladi? Reactda rasm qo'yishimiz uchun mana shu papkamizni qayergadir rasm qo'yishim kerak-da. Rasmni oldin ishlatishim uchun shu manba menda bo'lishi kerak, to'g'rimi? Oldin domlarda nima qilardik? Domda rasmlarimizni ishlatish uchun. Fotosmi, imagesmi? Fotos, images farqi yo'q edi o'sha paytlar. Xuddi shunga o'xshab, Reactda ham rasm qayerdadir turishi kerak. Tushunarlimi? Ikkita joyda turishi mumkin. Birinchisi public papkaning ichida, ikkinchisi source papkasining ichidan bitta papka ochamiz. Images deb ochsak ham bo'ladi, lekin o'zi folder struktura bo'yicha ko'pincha holatlarda sizlar boshqa proyektlarda ishlasanglar, assets degan papkani o'chiradasizlar. Assets degan papkaning ichida rasmlar turishi mumkin. Ikkita joyda ekan-a? O'ta qiyin, to'g'rimi? Murakkab va shu voydod uje esdan chiqib ketyapti. Video ketyapti. Eng qizig'i video ham ketyapti. Chunki uje murakkablashdimi? Xo'p, ikkita joyda turishi mumkin ekan-a? Qayerda? Public papkasining ichida yoki assets degan papkaning ichida bo'lishi mumkin. Xo'p, hozircha assetsga qo'yib o'rganamiz. Publicda ham hozir o'rgataman. Xo'p, endi qarang, assets papkasining ichiga birinchi rasmni olib kelib tashlayman, ikkinchi rasmni olib kelib tashlayman, uchinchi rasmni olib kelib tashlayman. Biz rasmlarni saytimizda ishlatganimiz yo'q. Shunchaki olib kelib qo'ydim, mana yo'q hech qayerda chiqmayapti-ku. Prosta qo'ydim ishlatish uchun. Oddiygina. Endi eng asosiy savol, qanaqa qilib ishlatamiz uni degan savol bor. Demak, assets papkasining ichida tursa rasmlar, uni mana bunday qilib ishlatamiz. Componentsda biron joyda chiqarmoqchiman. Misol uchun kelinglar, main sectionning ichida chiqaramiz rasmni. Mana bu yashil bor-ku, men yashil komponentning ichida chiqarmoqchiman. Shu yashil komponent mana shu yerda qayer bo'lishi mumkin? Qaysi komponent o'sha yashil? Manami? Headermi? Layout, a? Layoutga o'tamiz. O'tdim. Mana haqiqatdan ham mana main turibdi. Ko'ryapsizlar-a? O'shani qayergadir chiqarmoqchiman. Misol uchun mana bu yerdan chiqarmoqchiman. Endi rasmni, komponentni mana bu yerda chiqarish uchun oldin shu rasmni, ya'ni shu rasm deganda assets papkasini ichidagi rasmlarni nazarda tutyapman. Shu misol uchun mana shu uchalasini ham chiqarmoqchimanmi? Uchalasini ham oldin mana shu layout degan komponentga oldin olib kelib olamiz. Mana birinchi qism. Oldin import qilib olamiz. Import qilib olamiz rasmlarni. Chunki rasmlar 3 ta rasm chiqarmoqchiman, to'g'rimi? Oddiy import qilish. Import olib kel. Nimani olib kelsin? Ism qo'yamiz, xohlaganimiz.
Misol uchun picture 1. Misol picture 1. From deymiz. Olib qayerdan? Nuqta slash. Qarang, nuqta slash desam qayoqqa chiqib qoldi? Mana. Nuqta slash degani mana shu faylni ma'nosini tushunishga harakat qilinglar. Mana shu faylni ko'rsatyapti. Qarang mana. Mana layout papkasining ichidagi mana qarang shu yerga. Mana nuqta slash qildim. Chiqayotgan narsani ko'ryapsizlarmi? Layout CSS bilan layout JSX chiqyapti. Chunki mana shu yerda ko'rsatyapti. Men qayerga borishim kerak? Men bu papkadan bitta chiqib, komponentsdan bu yoqqa o'tib ketishim kerak. Demak, 2 nuqta slash qilaman. Qarang, bitta tepaga chiqdi. Components papkasiga borib qoldi. Components bo'limida turibdi mana. Qaranglar. Componentsni ichini ko'rsatyapti mana. Endi demak men yana 2 ta nuqta slash qilsam, sakrab chiqib to'g'rimi? Assetsga o'taman. Slash deyman. Mana birinchisini qo'yaman. Picture 1 ketdi. Keyingisi bo'pti. Birinchisini o'zini qo'yaylik. Endi rasmni qo'yish har doimgidek o'zimizda rasm nima qo'yardi? Mana bu qo'yarmidi? Mana bu narsa. Source'iga, rasmni src'siga jingalak qavs bilan picture 1 ni qo'yamiz. Mana bu yerga nimadir yozib qo'yamiz. Misol uchun picture 1 mana misol uchun. Bo'ldi. Saqlanit. Natija rasmim juda katta-da, o'shanga qarang, katta bo'lib chiqib ketib qoldi. Rasmni ozgina stilini to'g'rilab olamiz. Stilni qanaqa qilib yozardik? Kim aytadi? Ya. Mana men qanaqa qilib yashil bo'lib qo'ygan? CSS qani o'shani? Layoutning ichida mana bu yerda bor edi. Mana shu yerdan ham stillab olsak bo'ladi. Birinchisi mana image o'tamiz. Width 200 piksel, height 400 piksel. Наоборот. Width 400 piksel, height 200 piksel desam necha qilish kerak? Uncha. Nimaga o'zi chiqib ketyapti rasm otasidan, maindan? Mainda ichida turibdi-ku. Bo'pti, unda mana bu yerdan yozib yuborsa ham bo'larmidi hozircha? Bo'pti, bu yerda turib tursin. Mana bu tomondan ham yozsak bo'larmidi? Mana bu yerdan width misol uchun 200, height shunaqa ham qilsak bo'lardi. 200. Bo'ldi, uzr. Chiqib ketganiga sabab qarang. Rasm bilan buttonga qarang, yonma-yon chiqib qolgan. Sababi button bilan rasmlar qanaqa element edi? Inline elementlar edi. Demak, bu yoqqa o'tib, bunga display flex, align items center, flex direction column ana lekin baribir otasidan chiqib ketyapti nimagadir deb to'xtang. Mayli, bu turaversin. Mana bunga heyt berib qo'ygan ekanman-da. Otasini majburlab heyt. Ana endi sig'di. Bo'ldi, uzr. Mana endi chiqdi. Endi buni 100 emas, 200 deb qo'ysak, ancha chiroyliroq chiqsin demoqchi edim oddiygina. Xo'p, gap 10 piksel. Xo'sh, mana rasm chiqardik. CSS muhim emas, muhim chiqdi. Menga eng o'rganishingiz kerak bo'lgan narsa hozircha mana rasmni chiqarish. Mana buni ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Savollar bormi? Savollar. Tushunarsiz joylari. Savollar bo'lsa beringlar, indamay o'tirmanglar. Qayerda tushunarsiz? Nima ish qilar ekanmiz?
assets ichiga rasm tashlab, shu rasmni qayerda ishlatmoqchi bo'lsangiz, ana shu joyga mana bunday qo'yishdan oldin uni nima qilib olish kerak? Olib kelish kerak. Qaranglar. Import qilasiz qachon? Rasmingiz assets papkasining ichida tursa. Tushunarli, esda qoladi shu. O'ntalasini olib kel. Boshqa usullari ham bor, uni keyin ko'ramiz. Ering olsa bo'lar hozir. Endi ikkinchi rasm, import picture 2. Yana esingizda qolish uchun takrorlayman-da. /assets 2. Men ikkinchisini ham olib keldim. Keyin birato'la uchinchisini ham olib kelamiz, ha? 3. Ikkinchi rasmni chiqaraman. 2 3 2 3 natijani ko'radigan bo'lsak, mana uchala rasm ham chiqdi. Uchala rasm ham. Buni stil olsak ham bo'lar ekan. Divga class name images. Uchala rasmni ham qirqib olib, bu yerga qo'yaman-da. Keyin shu uchala rasmni bu yoqqa o'tib, nuqta images degan otasini chaqirib, display flex berib yuborsam, align item center ga 10 piksel desak bo'lar ekan. Faqat width'ini o'chirib turishimiz kerak. Xo'p, yoki kichraytirishimiz kerak. Width 50 piksel. Oho. 100. Aha. Height 100 deymizmi? Hop. Mana chiroyliroq turibdi-da. Usta stillab oldim. Xo'sh. Bo'ldi. Rasm shunaqa qilib qo'yiladi. Nima savollar bor rasm ishlatish bo'yicha? Savol bo'lsa beringlar. Yo'q, hozir assets o'tib olaylik. Assetsda bormi? Assets mana shu joyda. Xo'p, endi eslab qolamiz. Figma qilayotgan paytingizda Figmani ichidagi rasmlarni assetsga qo'yish tavsiya etiladi. Va yana bitta gap aytaman. Misol uchun qaranglar, butun boshli Figmani ichida rasmlar ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Hamma rasmni assets ichiga baloy battar deb ismini qo'yib tashlasangiz, butun boshli Figmada 50 ta rasm bo'lsa, mana bu yerda 50 ta rasm bo'lib ketib qolar-ku. O'shani ham chiroyli qilish uchun, tushunarli, qayerda nima turganligini bilish uchun maslahat beriladi. Assets papkasining ichidan xohlasangiz images degan papka ochib olib, keyin assets papkasining ichidan icons degan papka ochib olib ishlasangiz bo'ladi. Bu bir. Yana men o'zimning lichniy tavsiyam, unaqa qilmasdan, images ham qilmasdan, mana bunday qilsanglar ham bo'ladi. Mana papkani ichidan bu rasmlar qaysi komponentda ishlatildi bolalar? Qaysi komponentda ishlatildi? Layout ishlatildi, main komponent ishlatildi aniqrog'i. Mana buni ichidan men nima qilardim? Main degan papka ochib, keyin misol uchun birinchi, ikkinchisi mainda ishlatilgan bo'lsa, bu yoqqa solib qo'yardim. Faqat nimadir noto'g'ri bo'ldi endi qaranglar. Mana bu yerda xato bo'lishni boshladi-da. Natija xatolik beryapti, qaranglar mana. Chunki o'zgartirdi, joyi o'zgarib ketdi rasmni. Qarang, picture 1 mana bu yerdan kelyapti deyapti. Endi savol, shu yerdan kelyaptimi? Shu yerdan kelayotganmidi? Assetsni ichidagi mainning ichidagi bir bo'ldi endi. Chunki o'zgardi joyi. Ikkinchisi, buni ham o'zgartiramiz.
main ichidagi 2. Uchinchisini o'zgartirmayman, chunki u mana shu yerda turibdi o'zi. Atayin qilyapman, shu maqsad ko'rsatish uchun. Mana yana muammo yo'qoldi. Uchala rasm ham chiqdi. Ma'no, gapimdan ma'no, assets papkasini ichida ham mantiqiy papkalarga bo'layvering, hech kim sizni urishmaydi. O'zi tushunadigan mantiqiy papkalar, main komponentim uchun ishlatadigan rasmlarimni main qilib bo'lib olsangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Fontlar bu yerda. Lekin hozir u dars emas. Hozir rasmlar haqida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Rasmlar haqida. Maqsad shu, maksimum chalg'itmoqchi emasman sizlarni, boshqa narsalar bilan. 100% javobmi anaqaga? Nima? Assetsga. Men videoni ko'rmay qoldim, bir narsa uyqum kelayotganini o'sha darsda qolmaysizmi? Xo'p. Bu tugadi. Endi ikkinchi anaqamiz, ikkinchi o'rganadigan narsamiz public papkasi. Qaranglar, public papkaga React proyektimga qarasak, qaranglar. Tepaga qarang. Mana white plus React deb yozilgan yozuv borda, mana bu yerda rasm turibdi, to'g'rimi? Mana bunaqa. Mana bunaqa ikonga turibdi tepada. Mana shunaqa ikonkalar uchun, keyin nima desam bo'lardi? Mana shunaqa global narsalar uchun shunaqa rasmlar mana public papkasini ichini ochsak mana white SVG turibdi mana, SVG. Ya'ni u mana rasmcha. Mana shunaqa rasmlar public papkasida saqlanadi. Tushunarlimi? Public papkasi saqlanadi. Mana misol uchun mana ichini ochdim, public ichidagi white ochdim, mana ko'rishim mumkin. Ko'rinyaptimi, men bilmadim. Mana bor-ku. Yaqinlashtirib bo'lammikan? Mana. Qanday yaqinlashtiryapman bilmadim. Boshqa yaqinlashtir. Mana shu narsa mana tepada turgani. Ana shu rasmlar public papkasida saqlanadi. Endi white nose qanday qo'yilgan? Index.html da mana tepada ikonga turibdi, mana ko'radigan bo'lsanglar. To'g'rimi? Mana qarang, mana bu rasm. Shu rasm index.html da qanaqa ishlatilganligiga e'tibor qaratinglar-da. Endi biz ham boshqa qo'yib yuborishimiz mumkin. Misol uchun, bilmadim, qanaqadir bir rasm olishimiz mumkin. Bilmadim, qanaqadir rasm olaylik. Yandex image kiraman. Kirdim. Icon deb belgilayman. Bironta ikonga kerak-da menga. Qanaqa deb o'zimizga bitta ikonka olaylik. Kitchen deylik. Oshxonaning ikonkasimi? Qanaqa bir bo'mag'ir narsa chiqib ketdi. Oddiy bir nima? Xo'p. Car PNG. Bitta car olaylik. Bemalol keladi. Xo'p. Qaysi? Misol uchun mana shuni olaman. Mana PNG format, save qilaman. Atayin hozir tushuntirmoqchiman. Bunga car deb ism qo'yaman, misol uchun. Saqlanib qilaman. Chiqaman, kichraytiraman, yopdim. Mana car. O'tdim. Nima qilamiz? Hali o'rgatib yuboringlar-chi menga. Public ichidan car olib kelib tashlaymiz, to'g'rimi? Mana car kelib qoldi. Endi shu carni chiqishini istayman. Qayerda? Mana bu yerda chiqishni xohlayapman-da. Mana bu o'ringa chiqishni xohlayapman. Demak, nima qilaman endi? Topib oldim, mana. Pastga tushaman, tepadagisini kommentga olib qo'yaman, atayin. Keyin mana bu yerga kelib slash public ichidamidi? Public ichidagi car. Natija ana o'xsharmi yo'qmi bilmadim lekin. Misol uchun tushunarlimi? Misol uchun mana bu yerda bironta logotip qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Logotipimizni ham o'rniga qo'ysak bo'ladi mana. Logo degan so'zni o'rniga mana bu logotip, mana qarang, saytingizda logotipi mana bu bo'lsa, mana bu yerda ham logotipingiz turishi kerak-ku, to'g'rimi?
To'g'rimi? To'g'rimi? Shu. Xo'p. To'g'ri-da. Endi qaranglar, anaqaga boramiz. Mana shu yozuv qayerda turibdi mana yozuv? Otabek? Mana logodagi yozuv qayerda turibdi? Aha. Object dan qayerga boray? Headerga kiramiz. Aha, qani? Mana turibdi, to'g'rimi? Biz shu yerga nima qo'ymoqchi edik? Rasm qo'ymoqchi edik. Rasm, image qo'ymoqchimiz. Endi shu yerda bitta nozik nuqtasi bor. Qaranglar. Public papkasini ichidagi rasm import qilib olib kelinmaydi. Tushundinglarmi? Unda qanday olib kelamiz desanglar, mana bu source'iga to'g'ridan-to'g'ri yo'lda yozasizmi? Oddiygina o'zimiz biladigan bor edi, mana bunaqa. To'g'rimi? Oddiy HTMLda shunaqa yozardik-ku. Shunaqa yozamiz mana. Mana nimaga sakrab chiqib ketganimni tushunyapsizlar? Public car. Bu yoqqa car. Natija car. Tushunarlimi yo'qmi? Xo'p, endi men yerga ozgina stil berib ketaman. Biroz chiroyli chiqish uchun width shart emas, height misol uchun 50 n. Height 50. O'zgarmadi. 10. Qani? 300 piksel. Yo'q. Oddiy raqam bersam bo'lar-ku. Sabab bor buni. Buni sababi bor. Hozir shunday qolaversin. Chunki CSS mavzusida hozir tushunamiz, muammo bor bu yerda bitta. Yana chalg'imaymiz. Demak, publicdan foydalanganda yo'l to'g'ridan-to'g'ri berilarmikan? Ha. Bu public papkasining ichidagi rasmdan foydalanishning birinchi usuli. Yana bittasi bor. Joyda ko'rib ketamiz. Buni komment qilib qo'yaman. Ikkinchisi esa mana bu yerga mana bunday qilib ishlatamiz. O'rganib olinglar buni ham. Kechirasizlar. Sal tolib o'rganda. Mana bunday qilamiz. Require deymiz. Require talab etiladi. Slash nuqtasli qanday qiladi? Slash sen chiqmadi. Slash hop yana slash public car. Mana nimaga qizil chiqardi? Is not defined. Yeslint. Ha, mana ishlayaptim menda. Tak qizil chiziqqa e'tibor bermanglar. Hozir mana shu reload bo'ldi. Xo'p, mana ikkinchisi mana bunaqa qilib ishlatish. Natijani ko'radigan bo'lsak, ishlamadi. Sababini rasmdan to'g'ri deb qo'ydim-da. Mana require is not defined. Header JSX to'qqiz. Nimaga? Bo'laverish kerak lekin. Require. O'zim mana men aytayotgan hozir ishlamayotgan usulimiz bor-ku mana bu. Hozir buni ham sabab bor. Men require ishlatish uchun modul shu kerak bo'ladi. Mayli, hozir bu ishlatmay qo'yaylik. Chunki o'zi ishlatmaysizlar. Baribir. Bunaqa usul. Farqimi? Xo'p, qanaqa tushuntirib bersam bo'lar? Qaranglar. O'z require bilan import bir xil narsa. Prosta frontendda import qilinadi, backend tomonda esa require deb ishlatiladi. Shunaqa rasmlar. Ikkita yondashuv bor o'zi. Ikkita yondashuv bor. ES6
ES6 modul ES6 modul bor. Ikkinchisi CommonJS borda. ES6 modulda import qilinadi. CommonJSda require qilinadi. Biror narsani olib kelish uchun. Import olib kelish, require talab etish. Hozircha bularga chuqurlashmayapman. Chalqib ketmasligingiz uchun. Shuning uchun bo'ldi, короче, mana buni o'chirib qo'yamiz. Mana bu usulda ishlatib ketaverasiz. Mana bu usulda. Eng muhim assets bilan public farqiga tushundinglarmi yo'qmi? Qaysi biriga qanaqa turish? Mana bu yerda ham rasm turibdi, bu yerda ham rasm turibdi. Saytdagi rasmlar 99% holatda qayerda turar ekan? Assets papkasining ichida turaveradi. Public papkasining ichida esa mana bu ikonkalar, mana bunaqa ikonkali rasmlar shular turadi. Majbur agar hozir karni assets ichiga olib kelib qo'yib ham mana bu yerda ishlatadigan bo'lsangiz, chiqaveradi mana bu yerda ham. Tushunyapsizlarmi? Yo, noto'g'ri olib kelib qo'ydim demanglar. Bu prosta videoda ko'ra olasizda. Xo'p. Endi bitta narsa aytay sizlarga. Muhimi demak, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan nuqta public papkasini ichidagi rasmlarga to'g'ridan-to'g'ri source'ga bunaqa murojaat qilish mumkin. Assets'ga unaqa murojaat qilish kerak emas. Unga import qilib murojaat qilishimiz kerak, boya o'rganganimizdek. Endi bu tugadi, rasmlar shu. Lekin bitta eng oxirgi savol qoldi-da. Nimaga public papkasining ichida ham rasmlar turishi kerak? Assets'da ham. Shuni bitta joyga qilib qo'ysa bo'lmasmidi? Nega? Qaranglar. Assets papkasini ichida agar rasmlarni ishlatsangiz, keyin mana qilamiz. Realni ko'ramiz. Misol uchun tasavvur qiling, proyekt tugadi, tayyor. Yasab bo'ldim proyekt. Shunaqa kelishaylik. Proyekt yasab bo'ldim. Endi qanday ko'radi foydalanuvchilar buni? Proyekt tugadi mana. Reactda qilib bo'lindi. Reactda. Lekin bizning saytimizni, mana shu Reactda qilingan saytimizni brauzer tushunadimi? Oqilar? Brauzer tushunadimi? Reactda qilingan sayt. U nimani tushunardi? HTML, CSS, JavaScript tushunadi, to'g'rimi? Brauzer. HTML, CSS, JavaScript tushunadi. Demak, proyektimizni keyin mana bu yerda bitta yo'l bitta narsani o'rganib ketib qaranglar. Nima deyapti? Xo'p, mana bunaqa public car png qilib o'tirmada, car png qilaver. Men o'zim qidirib topib olaman, anaqa deyapti. Nima? Publicni rootligini bilaman deyapti. Ya'ni joyida ko'rib ketaylik. App header qarang. Mana qilib o'tirma deyapti. Mana bunaqa qilib o'tirma. Bunday qilib ketaver, o'zim tushunaman deyapti. Yoki mana bunisi ham shart emas, ha? Mana. Qarang, hali ham o'zgarmayapti, ko'ryapsizlar-a? Tepadagi ham, pastdagi ham. Men o'zim bilaman deyapti. Mana bunaqa qilib ishlatib ketaver deyapti. Ham qulay, ham noqulay. Qulayligi kalta. Noqulayligichi? Noqulay yozishingiz kerak. Endi qarang. Noqulayligi mana bunday qilsangiz, mana bunday qilib yozsangiz chiqarmaydi-da, ko'ryapsizmi? Mana, yo'q, qani rasm. Public ichiga kar qilamizda, keyin palakat mamdan keyin mana buni o'chirish kerak keyin. Tanlov o'zingizda. Xohlasa shunaqa qiling. Hozir o'chirmasa ishlaydi. Yo'q, ishlaydi. Ishlayapti, prosta aytayapti. Unaqa qilmay qo'yaver, o'zim bilaman deyapti. Mana bunaqa qilib ishlatib o'tirma. Mana qarang, ishlayapti mana. Ishlaydi. Faqat aytayapti, mana bu yerda aytayapti. Qarang, qizilda ogohlan. Warning chiqaryapti-yu, sariqda. Unaqa qilib o'tirma deyapti. Qarang, aytayapti, 7x ga ko'paytirib nima qilsin deyapti, ya'ni qarang. 1 2 3 4 5 6 7 ta narsaga ko'paytirib. Undan ko'ra mana bunday qilib ketaver deyapti. Mana bunday qilib ketaver deyapti. Natijani qarang. Buni qaraymiz. Yo'qoldi, ko'rdingizmi? Shundan ham bilsak bo'ladi. Agar endi bu yerda ko'rsatganiga e'tibor bermasanglar, yana bitta orqaga qaytaraman. Bitta narsani ko'rsatib o'ray. Qarang, qaytaraman. Men inspect kod qiladigan bo'lsak ham
konsol bo'limida adashmasam aytardi shuni. Hozir aytmadi. Adashmasam aytish kerak edi. Aytish kerak edi. Hozir mana qilaylikchi. Uzoqdan kelib mana qilib qilsakchi. Oyoqlantirishlar chiqaradi. Chiqarmadi. Sizlarda chiqarib qoladi o'sha. Hozir men mana nastroykam bilan bog'liq holat bo'lyapti. Da. Xo'p, buni ham qoldiramiz. Buni ham qoldiramiz. Va tavsiya etiladigan eng aniq usul mana bu. Mana bunaqa qilib ishlatish. Mana o'chiraman. Bunaqa ham qilib ishlatish tavsiya etilmayapti o'zlari tomonidan. Bunaqa ham ishlatish tavsiya etilmayapti-da. Sen slash qilib ketaver, men o'zim bilaman, publikdan qidiraman o'shani, deyapti. Albatta. Assets emas. Faqat publikda to'ppa-to'g'ri. Xo'p. Assets umumiy general pubga bo'lmagani uchun shunaqami? Anaqa bu ichidagi, anaqa source ichida bo'lgani uchun. Xuddi shunday. Assets ham qilib ko'ramizmi shunday? Shu yoqqa o'tgili kelyapti baribir ham. Xo'p, kelinglar. O'tamiz. App, layout. Mana misol uchun ikkinchi rasmni bunaqa qilib ishlatmoqchi emasman-da. Qanaqa qilib ishlatmoqchimiz? Mana bunaqa qilmoqchi emasman. Xo'p. Ikkita rasm bo'lsa, ikkitasi ham shunaqa ishlatamizmi? Qanday qilardim endi? Xo'p. 100 ta bo'lsa 100 tasini ham. Ikkinchisi buni kommentga olaman. Endi picture 2 ni qanaqa ishlatmoqchiman? Mana bunaqa qilib nuqta slash adashib ketdim. Mana shunaqa qilib ishlatdim. Ko'ryapsizmi? Chiqmayapti. Nimaga bunaqa bo'layotganini aytaymi sababini. Mana bu yerga source ga to'g'ridan-to'g'ri yo'l yozdingiz-ku. To'g'ridan-to'g'ri yo'lni bechora React o'ylayapti. Public papkasi. Bu source ga mana qilib yozdi-ku. Demak, men public ichidan qidirishim kerak ekan, deyapti-da. Public ichiga boryapti, hech baloni topa olmayapti. Hech baloni emas, aniqrog'i mana bunaqa narsani topa olmay qolyapti. Demak, ishlatmasligimiz kerakligi esingizda qoldimi? Bu tugat. Shu qaysini? Nimasini qisqartirsak? Faqat publikdagi rasmni kelish yo'lini qisqartirsa bo'ladi. Mana bu yerdan deyapsizmi? Mana bu yerdan qisqartirsakmi? Nomini sochib sonni o'zini qo'yib qo'ysa ham nomini bitta bir 2 3 4. Ha, albatta. Bu prosta nom. Mana bu yo'ldan kelayotgan narsaga ism qo'yib, shu ism orqali ishlatyapman shunchaki. Demak, nomni xohlagancha ketmon deb yozib qo'ysalar ham bo'ladi. 100%. Nuqta slashda optasiya ishlamaydi bunda. Qaysi nuqta slash deyapsiz? Kelib olib ko'ramiz. Yaxshi savol. Mana bu Qosim yo uni olib tajayman. Qizil beryapti mana, error. Ha. Xuddi shunday. Bitta anaqa qo'ysak ishlasa kerak. Mana buni qo'ysammi? Demak, tushunmayapsizlar-da, nima bo'layotganiga. Bir tavakkal qilib ko'ramiz. Bunaqa qilsa bo'ladimi? Bunaqa qilsa bo'lmaydi. O'zi nimaga ikkita nuqta turganligini tushunishingiz kerak-da. Buning uchun o'zi aslida. Nega? Ha, o'sha ma'no. Xuddi ana MKdir o'rgandik-ku, bilasizmi? CD 2 nuqta qilsak, tap sakrab chiqardi. Ikkita yana sakrab chiqardi. Ana shunaqa narsa bo'lyapti bu yerda ham. Ha. Tushunarlimi? Bo'ldimi? Tugataveraymi shu yerda?
Rasmlar bilan muammo qolmadi. Endi lekin yana bitta sizlarga chuqurroq joyini tushuntirib yuboray. Ya'ni bo'ldimi shumi? Assets bilan publicda turishini ma'nosi shumi desangiz, yo'q. Unaqa emas. Hech kim o'rgatmayotgan joyini tushuntirib yuboraman sizlarga. Nimaga bunaqa turishini? Qarang. Xo'p, buni ochaman-da. Proyekt tayyor bo'ldi, tugadi deylik. Proyekt tugadi. Endi foydalanuvchilar anaga qo'yishimiz kerak-ku. Netlifyga login qilaman. Netlifyga kirdimda, saytlarni qo'yadigan narsa-ku. Shu yerga qanday qo'yaman deydigan bo'lsa, qaranglar. Sizlarga o'rgatgandim. React 3 xil bosqichda bo'ladi. Hozir qaysi bosqichdamiz? Public qolib ketibdi mana bu. Nimaga qolib ketdi bu? Qaraga. Shunaqa ishlatdim men bu yerda yana baribir. Ayo, bo'ldi, yo'qoldi. Qaranglar endi. React npm run dev deyapman-ku. Development holatida edi chunki. Qurayotgandim. Qurib bo'ldim tasavvur qilishinglar uchun. Tugadi. Sayt tayyor. Endi nima qilamiz desak, npm run build qilamiz. Build qilganda qarang nima paydo bo'ladi. Mana bu yerda nima paydo bo'ladi? Run build enter. Build paydo bo'lib, qarang tepada nima paydo bo'lib qoldi? Dist paydo bo'lib qoldi. Endi qarang. Distni ichini ochadigan bo'lsak, endi men dist aniqroq bunday qilay. Proyektdan chiqib, test papkani ochib, ichidan distni siqib, bu yoqqa olib chiqaman. Dist o'zini o'chirib tashlayman. Bu dist papka nima o'zi deydigan bo'lsanglar, hozir tushuntiraman sizlarga. Sizlar ko'rib olinglar shuni. npm run build deylik boshqatdan. Dist papka hosil bo'ldi. Ichini ochamiz, kelinglar. Nima ekan? Qani bu? Nima balo ekan bu? Ochamiz. Dist papka ochsak, qaranglar nima bo'lib qoldi. Dist papkaga yaxshilab qarang. O'zimiz biladigan narsa bo'lib qoldi. Index.html, to'g'rimi? Qarang nima bo'ldi. Dist papkaning ichida assets bor-ku. Assetsni bitta ochadigan bo'lsangiz, mana qarang, bir bor-ku, bir degan rasm. Qarang, karni qarang-da. Kar.png ligicha qoldi. Uxlamaymiz. Haloyiq. Uxlamaymiz. Hozir ketamiz, uxlayverasizlar, bemalol uyga borib. Ozgina qoldi, hozir tukaydi. Qaranglar. Assets papkaning ichida agar men o'zimizda assets ochaman. Source assets ochdim. Ochsam qarang, 1, 2, 3 degan rasm, to'g'rimi? 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Lekin uni endi qarang, public ochamiz. Parda car.png turibdi, to'g'rimi? Misol uchun. Endi qarang, car.png, distni ichida ham car.png. Lekin assets ochsam 1.jpg emas. Nimagadir bir chiziqcha, bir bola men ham tushunmayotgan bir bola yozuvlar va keyin bunaqa. Ikki shunaqa, keyin nimagadir mana bunaqa qo'shimchalar. Mana bu karam bekorga emas. Bu yerga kar qarang. Kar o'zi faqat publicda turuvdi, bu yo'lda ham ichida paydo bo'lib qoldi, assets ichida ham. Ikkita emas-ku, bitta rasm. Rasm bitta, ikkita joyda joylashsiz, ikkita joyda ishlatdik, ha. Aha, to'g'ri, yaxshi. Endi qarang. Shunaqa bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi shu yerda sizlarga bitta narsa o'rgataman. O'zi qarang, dist nima degan desa, dist mana bu React'imizni o'qib, JavaScript'larni siqib, JS joyga olib kelib qo'ygan. Men o'zi tushunadigan, buni men ham tushunmayman. O'zi siqib qarang, bitta JavaScript yasab tashlagan. Chunki brauzer tushunmaydi React'ni. Brauzer JavaScript tushunadi faqat. Keyin CSS'larimiz, yozgan CSS'larimiz qaranglar, uzun bitta anaqa qilib tashlagan. Nima deydi mana bunaqa? Mana bunday uzun bir qator qilib tashlagan. Sababi hattoki mana bunaqa bitta joy ham joy hisoblanadi aslida. Brauzerga tushunarli footer va bunaqa jingalaklari bilan zo'r turish shart emas-ku. Brauzerga nima qiziq bor, o'qaveradi. U bizga tushunarli bo'lishi uchun. Mana buni men ham tushunmayman. Footerlar o'qish qiyinlashib ketadi-yu mana bu holatda. Mana bu holatda nima ses yozilganini tushunish qiyin. Bu brauzer uchun.
Endi maqsad u yoqqa emas, maqsadim mana bu yerga e'tibor qarating. Assets ichidagi rasmlarga, keyin publicdagiga qarang. Voidni Bittaga o'zgarmasin, ha. Endi sababini tushuntiraman. Display papkani o'chirib tashlayman. Delete. Hop. Katta bo'lib turaversin bu. Endi qarang, mana bu zip faylni olib kelaman-da. Google ochaman-da. Shu zip faylni Netlife'ga tashlayman. O'zi avtomatik sayt yasab beradi. Yasab bermaydi, qo'yib qo'yadi bitta joyga. Uploading bo'lyapti. Ozgina kutamiz. Bo'ldi, qo'yildi sayt. Open Production Deploy. Ochib ko'rish, deploy bo'lgan narsani ochib ko'rish. Ochib ko'rsam, mana saytimiz chiqdi, ko'ryapsizlar? Hozir mana shu hamma hozir mana bu linkni olib, o'tib kiringlar shu linkka. Ha? Netlife'ga tekinga naqsha bo'ladimi? Ha. HTTPS o'zi chiqarmayapti. Kiringlar, ishlayapti. Chiqdi. Xo'p, bu yerda aytmoqchi bo'lgan gapim, assets ichida turib rasm mamla qo'yib qoldi-ku, bir bola bo'lib qoldi. O'sha joyini aytib tushuntiraman. Reactni void orqali yaratganimizda void avtomatik assets papkasining ichida turgan rasmlarni o'qiydi-da, ularni moslashtirib siqadi. Misol uchun assets papkasi ichida 1 megabaytli rasm bo'lsa, uni qisib, moslashtirib 500, misol uchun yoki 20 kilobaytlarga almashtirib tashlaydi. Tushunyapsizmi? Demak, bundan kelib chiqadiki, assets papkasining ichidagi rasmlar optimizatsiya qilinadi. Tushundinglar? Public papkasining ichidagi rasmlar optimization qilinmaydi. Bo'ldi, farqi shu. Nazariy farqini tushundinglar? Amaliyotda qanaqa ishlatilishi tushundinglar? Bu tugadi. Rasmlar borligi uchundir-da. Yo internetingiz uchun. Xo'p. Bo'ldi? Xo'p. Source buni ochaman. Clear qilaman. npm run dev. Mavzu tushunarlimi? Boshqa mazmun to'raymi yo? Yetib keldilarmi? O'tiray. Endi o'targan narsamiz, mana bu narsa qaranglar. Headerga kiramiz. Header emas ekan mana. Qanaqa mavzular, qanaqa qaysini ichdagilar optimizatsiya bo'ladi, qaysilar bo'lmaydi tushunmaysiz. Assets papkasining ichidagi rasmlar build jarayonida optimizatsiya bo'ladi. Publicda esa unday bo'lmaydi. Bo'ldi. Hop. Bunga qanaqadir bormi? Tema o'rnatadi. Misol uchun yozasiz, header deb enter bossangiz, sразу ikkita qo'yib shu bo'lmayapti. Mana bu yerda mana bu narsani o'rnatib olish kerak. Mana shu narsani. Mana shu extensionni o'rnatib olasizlarda. Kim o'rnatgan shuni? Yaxshi.